Bugungi videoda men Minecraftning top 3 YouTuber qizlarini ko'rsataman. Ya'ni ularni YouTube kanallarini obzor qilib beraman. Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Birinchi YouTuber qizimiz bu Ender qizcha deyiladi. Buni ko'pchilik taniydi. U qizimiz, ya'ni nima edi? YouTuberimiz Redrook va boshqa YouTuberlar bilan video oladi. Mana challenge'lar, horror modlar bor. Va 19 ming obunachisi bor. Bu kanalning aslida qisqacha obzori. Bu kanalda shortslarida animation, ya'ni shunday nima desa bo'ladi, sal kinoga o'xshatib qilinadi. Mana do'stlar, shuning uchun ko'p obunachisi bor. Menimcha 19 ming obunachisi ham ko'p bo'ladi. Va playlistlari, xullas shunaqa postlari ham bor. Mana ancha ekan do'stlar, mana ko'p ekan postlari. Keyingi YouTuber qizimiz bu Creeper qizcha deb ataladi nomi. Bu kanalni qisqacha obzor qilsak 2 Короче, shunaqa videolar chiqarar ekan. Previewlari 10 dan 5 ball. Tak, Ender qizcha previewsini baholamabman. Ularniki 10 dan 10 ball, chunki zo'r previewlar qilar ekan. Creeper qizchaning asosiy bo'limlaridan shu videolar bor ekan. Keyingi YouTuber qizimiz bu Ruby Mine deb ataladi. Obunachilar 1k. Shortslar to'xtang do'stlar, oz. Birinchi boshqalarni o'tib olaylik. Jonlida mana playlistlari, postlari bor. Shortsda oz ko'rsataman do'stlar, nima ko'rganimni qaranglar. O'zi 109 mingta nimasi bor ekan mana do'stlar. Xullas, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Videomiz oxirigacha yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.